Hammaga assalomu alaykum, добрый вечер. Boyagi mashinamiz poli полностью joyida, pылесosda полностью shimela bilan yuvildi. Aslida naryoq tomonida jivachkam nimadir qolib ketgan ekan, polda rosali qiynadi. Afishkalar полностью yuvildi. Tak. Sideniya yuvildi. Ustiga chexol taqildi, zamshiviy chexol hozircha moda bo'lyapti. Nakidni adashmasam $90-100 atrofida adashmasam. Где-то 1 million 200 ming atrofida chexol. Tak, keyin chexol olayotganda ichida komplekti anaqalarini qarab olinglar. Bunda chiqmadi. Unchunchasi bilmayman, tushib qolgan, o'zimiz amallab bordik. Keyin ko'rinadimi-yo'qmi? Mana shu patologda nimadir teg'ishgan kraskaga o'xshagan narsa qotib qolgan. Qo'ldan kelgancha tozalab berdik. Keyin hozir jivachkani o'rnini ko'rsataman. Hozir ko'rinadimi-yo'qmi bu yoqda. Короче, hashtagida jivachka qolib ketgan. Mana. Sal yulinib chiqdi, boshqa iloji ham yo'q edi. Xizmatli bo'lsa, bemalol aloqadamiz. Всем хорошего дня и удачи. Charchamanglar.